Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, o'sha xalq bilgan arzonchi Elmurod akamiz, ya'ni lider universal drabilkalarini chiqaradigan ustaning yoniga yetib kelganmiz. Bilasizlar, o'tgan safargi videolarimizda ham, boshqa videolarimizda ham bozordan anchagina arzon drabilkalarni sotadi. Endi nimaga arzon deb ko'pchilik qiziqib qolishadi, nimaga ekan, qoplasharmikin deb savollar bo'lib qolishi mumkin-da. Hozir o'zlari bilan bir qator so'raymiz. Haqiqatan narxlari boshqalardagidan anchagina arzon. Sifati kerak bo'lsa ulardagidan ortiq, hech qanaqangi bir sifati past narsalardan ishlatmaydi. Albatta videomizni oxirigacha tomosha qilib, like bosib turinglar. Hozir Elmurod akamiz o'zlari bilan sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Keling Elmurod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshi kelibolaring Qanjarbek, sizmi? Rahmat aka, Xudoga shukr. Bugun kuzatuvchilarimizga yana bir qator ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. O'tgan safargi videodan keyin kommentariyalar bomba bo'ldi. Bozordan anchagina arzon ekan. Haqiqatan odamlarni ko'zi ko'rmasa aka, ko'rishadi, bozorda ham, boshqa yoqda ham ko'rishadi, bilishadi. O'shanga yarasha chiroyli kommentariyalarni yozishdi. Bugun bo'lmasam kuzatuvchilarimizni xursand qilib yana bir qator ma'lumotlarni berib o'tib ketaylik aka. Xudo xolasa obunachilaringiz shu videoda oxirigacha ko'rib turishsa, xo'p, bepulga drabilka beramiz. Yana bepulga beramiz. Yana bepulga drabilka beramiz. Bu safar xo'p 500 ta kommentariyaga, like-ga bitta drabilka berib yuboramiz. 500 ta like. Ha, 500 ta komment. Bitta drabilka berib yuboramiz. Bitta drabilka ketdi tekinga. Bitta drabilka 15 taka yana bu safargisiga. Kuzatuvchilar screenshot qilib qo'yinglar. Albatta Elmurod akamiz va'dani berishdimi? Har doimgidek va'dalar ustidan chiqishadi. Elmurod aka, nimaga sizda narxlar har doim arzon bo'ladi? Bizda ishlab chiqarish o'zimizniki. Biz birovdan olib sotmaymiz. Birinchi qo'l biz. Seximiz mana katta, ichkarida ko'rsatamiz. Sex orqa tomon o'tgan safar videoda to'liq ko'rsatganmiz. Ichkarida nechta usta ishlaydi? 30 ta. 30 ta usta ishlaydi. Bu degani kuniga menimcha 60 ta yoqda drabilka chiqsa kerak. Chiqadi xolos. Ob'yom ko'p. Keyin yana bitta narsa, optimchi do'konchi akalarimiz bilan ishlayveramizmi? Ishlayveramiz. Qulay narxlarda. Aloqangiz chiqaversa, oxirida dastlabkilarni qilib beramiz, chiroyli qilib ishlayveramiz. Gap so'z yo'q. Sizga aytib o'tganimda o'zingiz ham aytgansiz, menga temir arzon keladi degansizda. O'shaning hisobiga narxlarni ham arzon chiqarib beraverasiz. To'ppa-to'g'ri. Gap yo'q aka. Bo'lmasa ma'lumotlarni bir qator beraylik kuzatuvchilarimizga. Ma'lumotlari xo'p, 2 kilovatli motorimiz bor. Alyumin. 2 kilovat. 2 kilovatli motorimiz. 3 kilovat yozilgan ekan lekin. Mana bu 3 kilovat yozilgan. 4 kilovatli titan motorimiz bor. Xo'p, xalq sevgan titan. 6,5 kilovatlik alyuminimiz bor. 6,5 kilovatlik medli 100% motorimiz bor. Ariol. Hammasi ko'zga tanilgan. Mana bu motor ham hozirgi kunda rosa drabilkachilar ichida moda bo'lyapti. Eng full varianti, ishonchli, garantiyali, xudo xolasa garantiyalarini ham 6 oyga beryapmiz. Garantiya 6 oyga ketdi bu safar. 6 oyga. O'tgan safargi videolarimizda 2 oymidi, 3 oymidi? 2 oy edi. 2 oyda. Bu safar qo'may 6 oyga ketdi. Shu drabilkalarimizga 6 oyga, drabilkalarimizga 1 yil, bu motor sohasiga 6 oy garantiya beraveramiz, xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Qo'yilib qolmaslik iloji yo'q. Kuzatuvchilar, albatta bu drabilkalarimizda motorlarida zamonaviy jihozlangan to'kni ko'rsatadi birinchi o'rinda. Keyin mana bu narsasi nima? Puskatiri bor. Puskatili bor. Bu nimasini bajaradi? Bu motor kuchlasi tashlab yuboradi. Kuyishini oldini oladi bu. Oldini oladi. Motor hammasida bor mana. Xizmat qilishga o'z vazifasini o'tab turadi. Zo'r. Hammasida bor ekan, bir qator. Endi pichoqlarga kelsak mana. Yengil mahalliyimiz 18 ta pichoqligimiz. Xo'p. Kelingchi bir og'irligini ko'raylik, chardongida. Og'irlik o'zgarmabdi. O'sha. Mana qalinliklari ham o'sha. Bu o'zi yupqa deyiladi, lekin yupqa narsa emas. Bundan ham yupqalari bor-da. Bundan ham yupqalari bor. Bundan ham yupqalari bor. Xo'p, buni qaysilarga qo'yib beramiz bunisini? Bunisini o'sha ikkalasiga qo'yib beramiz. 4 kilovat bilan 4 kilovatga qo'yib beramiz. 2 kilovatdan 4 kilovatga qo'yib beramiz. Yengil mahalliy 18 ta pichoq bo'ladi. 18 ta pichoqli. Bunisi-chi? Zavod mahalliy 24 ta pichoq mana. Suvaga tekkizilmagan. Mana 2 qavatli. Og'irligini ko'ray aka. Og'irligini bitta ko'rib qo'yasiz. Mana qaranglar, kuzatuvchilar. Malatka o'ylaridan erinmasdan ishlatishgan. Malatka o'yida vazifasi nima? Dondur, o'tdur, hamma yoqda urib beradi bu. Maydalab beraveradi. Buni o'rniga ko'pchilik pichoq qo'yadi, pichoq effekt bermaydi. Urib beradi donlarni. Zo'r. Buni ularni qaysiga qo'yib beryapsiz? Shu eng full, ya'ni eng zo'rida mana shu 6,5 lik 25 kilolik motorimizga qo'yib beramiz. Keyin 6,5 lik 26 kilolik motorimizga qo'yib beramiz. Bunisi alyumin, bunisi mis bo'ladi, to'g'rimi? Yozib qo'ygan, o'zi yoqdan Ariol yozib qo'ygan buni.
Bunisi boshqacha. Bunisi Alfa Grand bunisi. Zo'r. Bu eng og'ir, eng zo'rlari, eng yaxshi, eng fullari. Ishonchga kirgan. Ishonchga kirgan, sinovdan o'tgan. O'shaning uchun qo'yilmay garantiya beryapmiz. Zo'r. Zo'r. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Xo'p, narxlari qanaqa bo'lyapti? Narxlari xudo xolasa juda ham arzon. Albatta bozordan arzon. Bozordan arzon. Bozorga chiqishmay qo'yaversin. Bozorga chiqishmay qo'yaversin, o'zimizga telefon qilib o'zimiz olishamiz, dastavkalarni qilib beramiz. Shu bozorga ham tarqatyapmiz-da. Ya bizning drabilkalar bozorma-bozor yurmaydi, chunki bozorga chiqqanlar tuftasi bo'ladi. Tuftasi bo'ladi. Tufta bo'ladi. Juda Zo'r. Bu endi buni mana 2.2 motorimizni xuddi shu pichada qo'yib beramiz. Xo'p. Universal, qo'l, quruq hamma chiqaradi. Faqat quruq o'tga emas, universal. Xo'p. Hali bitta, ikkita moli bor, qo'yib bor, tavsiya beramiz. Joyimizdan 1.600.000 dan kelib olib ketishaversin. Qanchadan? 1.600.000. Universal drabilka. Qancha sotilgan o'zi bular? Bu 2 million sotilgan, 2 million 200 sotilgan joyimizda. 2200 ming so'm sotilgan. 2200 Narxini tushirib yubordingiz. Tushirib yubordim. 1.600 ming so'mga ham universal drabilkalar emas. Universal drabilkalar demoqchiman. Haligi bitta don mahsulotini chiqaradi yoki o'tma hashakni chiqaradi emas. Yo'q, universal. Pichog'ini ko'ryapsizlar. Pichog'i mana shu motori 2 kilovatlik, korpus shu bo'ladi. Faqat motor pichog'i bo'ladi. Endi 4 kilovatlik titan motorimiz bor. Unga o'ta yengil maxay qo'yib beramiz. Buni 2,5 million so'm sotganmiz. 2,5 million so'm sotilgan. Buni joyimizdan 2 million so'm qo'yib yubordik. 2 million so'm ketdi. 2 million so'm joyimizda. Aka, Dastavkalarni kelishamiz. narx arzonda sizda. Arzon. Lekin motorlar yangi. Motorlar Korobkadan yangi. ochiladi. Nima bunaqa arzon qo'yaveryapsiz-da? To'g'risi. Xalqimiz poddersha qilib like bosib tursa, xudo xolasa bundan-da yana ham arzon qilib beramiz. Narxlar. Oz-ozdan foyda qo'yiladi, xudo xolasa Ishi xalqimiz yursa maza bo'ldi. qilaveradi. Endi eng full varianti alyuminda mana 25 kilolik motorimizni Xo'p. zavod maxaga qo'yib beramiz. Buni o'zi 3 million sotganmiz o'zi buni. Xo'p, hozir qancha naqddan qo'ygan 3 million? Buni 2 million 400 ming so'm qo'yib yubordik. 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming so'm joyimizdan qo'yib yubordik. Eng full varianti 25 kilolik motor. Bu motorda 6,5 kilovat, 3,5 оборот deyiladi. Motorning kilogrammi 25 kilolik motor. Shu 25 kilolik motorda 18 kilo, 20 kilolik motorlari bor. 2 million so'm qo'yib 2 million 200 ming so'm qo'yib beraveramiz. Gap yo'q aka, vaqti. Bu eng fulli bu. Zo'r. Zo'r. Endi 100% medni 26 kilogramlari Xo'p. tortilgan, tashlab beraveramiz. Bemalol. Bemalol. Xo'p. Maxaga qo'yib beramiz bunga ham. Buni narxi joyimizdan 2 million 600 ming qo'yish kerak edi. Siz obunachilaringizga 2 million 500 ming so'm qo'yib yubordik. Ketdi. Gap. Endi buni ham yana xuddi hozir gapga qaytamiz. 20 kilolik, 18 kilo motorlar qo'yib beraverayman desa 2 million 300 ming so'mdan ketdi bu ham. Ya, undan aka, mashina olganlar yaxshi. Endi 2 ko'pchilik million so'm pul, oshiqroq pul sarflayapti, 2,5 millionga yaqin. Ozgina yerimay bundan olib qo'yishga ham endi yaxshi. ko'pchilik hozir YouTube'ga chiqib qolib 2 million 300 ming so'm deyapti, 6,5 kilo. Biz ham qo'yib beraveramiz. To'g'ri. Lekin motori 18 kilo, 20 kilolik bo'ladi. Ha, bu 26 kilolik bo'ladi. Eng fulli bo'ladi. Odamlar bilsin demoqchisiz hozir. Zo'r. Albatta, sifatlisi aytganimdek, xalq biladi. O'tgan safar videolarimizni ham ko'rishgan, chiroyli kommentariyalar yozilgan. Aka, 1000 talakiga borsa nima qilamiz? 1000 talakiga borsa ikkita drabilka beraveramiz. Tekinga ketdi. Tekinga ikkita drabilka tekinga ketdi. Haligi randommi shunaqa orqali aniqlab turib, egasiga shunday topshiramiz. Egasiga dastavkasini ham qilib beraman, xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Bo'lmasam ko'p maqta o'ryapmiz-da aka. Chiqarishini ham ko'rsataylik, nimalarni chiqarib bera oladi, hammasini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, chiqarib ko'rsatib beramiz. Zo'r. Komplektda nechta setkasi bo'ladi? Komplektda 4 ta setkasi bo'ladi. 4 ta setkasi bo'ladi. Va mana bunday yaqinroq olib keling. Zaslonkasi bo'ladi, kuzatuvchilar. Bu zaslonka nima deb so'rayotganlarga don mahsulotlarini yoki bug'doy mahsulotlarini chiqarayotganingizda bunda mana shunday ochib qo'yib, bir xil legirovkada chiqarsangiz, un yoki kepak holatda chiqarib beradi. Xo'p, komplektida bu ham albatta bo'ladi borganda. Komplektda mana 4 ta setka qo'shib beriladi. Bug'doyga, makkaga, bu ikkalasi o't mahsulotiga. O't mahsuloti. Aka, narxini arzonlatib yubordim deb yo'q. Yo'q. Materiallar Materiallari o'sha gap yo'q. Yupqalashmagan variant, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Kepak holatdagisi, yorma holatdagisi, qo'ybob, molbob holatdagisi, plus zaslonka qo'shib ketdi. Qulayliklardan bittasi albatta har doimgidek
Balonlari bor. Setkasi Shunday yonidan olib solinadi. hech qanaqangi bir qiyinchilik bildirmaydi ana. Tushdi, Bo'ldi. olindi, bo'ldi. Hech qanaqangi qiyin narsasi yo'q. Kuzatuvchilar, albatta paytdan foydalanib, like bosib, Elmurod akamizga aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa chiroyli narxlarda drabilkani qilib berishadi. Qarang, qo'ni qo'shnilar bo'lib, bitta mahallada, misol uchun meni ham qo'ni qo'shnilarim bor. Maslahatlashib sizga 3 ta drabilka yoki 2 ta drabilkaga bitta joyga zakaz beraversak, narxini yana yengillatib berasizmi, xudo xohlasa? Yengillatib. Agar 3 ta olsa, dastavkasini o'tib beraman. Dastavkasini o'tib berasiz. Bitta joyga 3 ta olsa, dastavkasini tekin qilib beraman. Gap so'z yo'q, ana. Keyin yana yangilik qilyapmiz, xudo xohlasa. Mishalkalar qilyapmiz. Qanaqa mishalka? Yem mishalka? Yem mishalkalar qilyapmiz. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda Xo'p, chiqaramiz. Kimga kerak bo'lsa yem mishalka. 300 kilolik, 400 kilolik, 500 kilolik ketaveradi. zo'r. Telefon qilishaveradi, chiroyli qilib yengina atrofdan kamida 1 million 2 million arzon qilib beraman. Arzon bo'ladi. Mishalkalarni. Gap so'z yo'q. Kuzatuvchilar o'zi bilasizlar, drabilka narxini ham solishtirib olyapsizlar. Aytishlari mumkin, bozordan ozgina qimmat deyishyapti, lekin haqiqiysini aytib qo'ya qolishyapti. Bizda 18 kilolik emas, 25 kilolik deyapti. Shu tomonlama bilib olsalaring bo'ladi, kuzatuvchilar. Bo'lmasam chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Chiqarib ko'rsatib beramiz. Buni ishlashini qaranglar. Hech qanaqa ovoz ham yo'qda. Mana. O'g'lab turib bo'ladi. Bunaqaga sizga ko'rinadigan darajada bo'ldi. Endi makkani chiqarib beramiz. Keyin qaysi holatga olib kelganini birgalikda ko'ramiz, kuzatuvchilar mana. Makkani. Yorma holatdami bunisi? Ha, yo'q, qani? Yorma holatda. Ortiqcha gap yo'q ekan. Har doimgidek sifat o'zgarmagan, baquvvat. Mana changayotgani keladigan bo'lsa, kuzatuvchilar albatta qop kiydirib olish kerak birinchi o'rinda. Bo'ladi Elmurod aka. O'zi albatta drabilkada don mahsulotini chiqargandan keyin 1 minut o'chirmay turish kerak. O'chirmay turish kerak. Qozonni tozalab olish kerak, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keyingi ishlatishiga xudo xohlasa qiynalmay. Mana kuzatuvchilar. Elmurod aka ekkovida ham kepak holatda chiqarib yuboribmiz. Zo'r bo'lib lekin. Mana kuzatuvchilar, mana bug'doy. Holatini ko'ryapsizlar, kepak holatga olib kelib tashlagan. Endi unisini qarang. Bunisi makka mana. Makkani yangi tug'ilgan jo'jalarga bersa bo'laveradigan holatga keltirib tashladi. Nima? Un holatda. Ikkovini bitta qilib bemalol ratsion tuzib, mol qo'ylaringizga bersangiz bo'laveradi, kuzatuvchilar. To'ppa-to'g'ri. Holati zo'r. Eng main setkasi mana shu bo'ladi. Eng main setkasi bu. Yormaga shubha qilmasak bo'laveradi. Bundan chiqarib bergan, xudo xohlasa, u yormada qiynalmaydi. Qiynalmaydi, xudo xohlasa. Xo'p, endi don mahsuloti, xashak mahsulotlarini chiqarib beramiz. Molbob holatdami? Molbob holatda. Molbob holatda somonni chiqarib beramiz. Usta akalar, like bosish esdan chiqib qolmasin albatta. Usta akamiz ikkita drabilkani shunday tekinga tarqatadi. Makka payani chiqarib Makka payani ham chiqarib yuboramiz. Makka payani ham mix qilib yuboraylik. Qanisan ey, o't xashaklar. Voy, no arqonimni ham sog'oribsiz aka? Ha, hamma yo'q. Chiqarib yuboraman. Chiqarib yuboramiz. Mana buni qaranglar. Mana kuzatuvchilar. Mix qilib tashladi. Somonni mana shu holatga olib keldi. Olib tashladi. Mana o'sha sizlar ko'rgan makka poya. Mana ularni yuborib 3 ga bo'lib tashladi mana. Eng qattiq joylarini chiqarib tashlab, mana bunaqa holatga keltirib, archib chiqarib tashladi. Juda ham zo'r. Elmurod aka,
Endi hammasini ko'rsatdik, chiqarib berdik. Kuzatuvchilarimizdan qolgan narsa bitta ekrandagi nomerlarga telefon qilib, videomizga like bosib qo'yishsa, Xudo chiroyli qilib narxlarini chiroyli qilib berasiz yanada. bo'ldi, xudo xohlasa. Aloqaga chiqishora. Bexotirjam. Dastavkalarni o'ylashmasin. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Juda ham tezlik bilan, xudo xohlasa. Kuzatuvchilarimizni qanday kutib qolmaysizlar. Bemalol telefon qilinglar. Bexotirjam. Elmurod akamiz bilan bugun yoki kecha kuni tanishib turgan joyimiz emas. Aka 1 yildan o'tdi shekilli, xudo xohlasa. 1 yildan o'tdi, xudo xohlasa. 1 yildan o'tdi. Birga ishlab turibmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa. Ishonchli drabilkalar har doim Elmurod akamizda bo'ladi. Like bosib albatta qo'llab-quvvatlab turaverasizlar usta akamizni.